can I help you? Yeah, can I have one medium caramel ice latte? 2. 1. Ludwig, what do you want? A signature latte, please. Okay. Coffee chance. Kahve $30 oldu. $30 oldu kahve. Oybek siz için bu işlesemez ki boy kişisiz, milyoner kişisiz. Yeah, is she showing a middle finger, bro? Why? I'm not recording you. Can I just have you guys pull up to the You're just on the. Thank you. Why shawty man? Shawty little baddie. Shorty a little baddie. Do'stlar, mana bu mani eng kichkina ukam. Ismi Diyor. Diyor, tanishtir o'zing, nima bunday qilasan? Diyor. Diyordim. Ko'rsatsa hozir kameraga gapirsan g'alati bo'lyapti, chunki kameraga gapirmaganimga pashta 3 yilmi? Qancha 30 yil bo'lyapti, yoshingiz qatori bo'lib qoldi. What you fucking bitch, when he's talking you flip the camera. I'm paying for your Menga business. qilish kerak. I'm That's for you, right? Yeah, shut it. Biza Starbucks ichmaymiz, Starbucks boycott. This is Indian drinks. Salom do'stlar, mana bugun kamerani olganman. O'rtog'imni yonimga olib olganman. Bu degani kim keldi desanglar, Big Vlogs YouTube'ga qaytdi deganlar. Maza qilib bugun xudo xolasa shunaqa videolar chiqaramiz. Endi to'g'rimi Oybek? Yes, xudo xolasa zo'r videolar chiqamiz. Salom hammaga, yaxshimisizlar? Video olmaganimga pashta 2,5-3 yil bo'libdi. O'shaning uchun kameraga gapirsan g'alati bo'lyapti. Uni ustiga men tomog'im bor ekan, gripp bo'lganman. Shunda ham video qilishdi. Yo, real ertalab turdim-ku. Buni shunaqa oqayotganda chesnokni oldim. Chesnokni qisib, burnimni hidlab bitta chesnok yedim. Ha, chesnok yedim. Mana aytdim kimni oyog'i sasigan. Bu og'iz sas. Moltoni ham shu yerda aytib o'tganmiz. I'm already sick, bro. Hanging out with him last night made me sick. Aytadi, kasal bo'ldim, bu bilan ko'p yurganim uchun deyapti mana Multon. Moltoni, say hi Moltoni. Say my name. Pakistan, bro. What you mean? What's Not your name? What's your Multani. name? Fuck Multanis. I'm from Pakistan. But what is your name? My name is Mohammed Abu Bakr Sheikh. Yetmiş, bish. This happened because of Oybek. This whole right there, Ko'rasizlar, it happened because of him. Mushurganni telefoniga uralmaysan dedi. Uralmaysan dedi, va shunday mush qo'ydim, ko'ryapsizlar. To'g'risi men marka bir ikkita onlayn kazinolar menga sponsor bo'lmoqchi bo'lsa, menga chiqaveringlar do'stlar. Farqi yo'q, bosaveraman. Kazinomi onlayn, farqi yo'q. Blackjack bo'lsa, blackjackka o'ynab beraman. O'zimiz borib ko'rsatib beramiz. O'zimiz kazinoga borib ko'rsatib beramiz. Agar mashina qirqib jo'natinglar kazino kompaniyalariga. Mana hozir taydan o'tib ketamiz, tanoni. Wow, Ana shu hozir ko'prikdan o'tib ketgan domimiz ko'tarilgan, domni polni tepaga ko'targan, mashina o'tish uchun, ko'prik qurish uchun dom ko'tarilgan. Domni ko'tarayotgan vaqtida odamlar ofisda hali ham ishlayotgan bo'lgan. Tushunsizlar? O'sha ko'rib turgan domingi buildingda 95% propaganda shu yerda boshlanadi. Sababi har doim fake soxta xabarlarni mana shu yerda yozib chiqadi va ABC News, BBC News, Fox News degani bor, har xillari bor. Propagandaga ishonmanglar. Blogger bor-ku, bilasizmi? Bo'yi uzunmi? Ha. Amerikada yuradi. O'g'lim bo'ladi meni. To'g'risi. Rafta Trump building o'sha tomonda joylashgan, o'shaga boramiz keyinroq. Hozircha Noviyani olib ketyapmiz. Ko'rmaganlarga 2 yil bo'ldi-ku, mana yana ko'rsataman. Salom do'stlar, hozir mana Chicagoning downtownida biza, mana Luyani oldida biza, lekin bizlar hozir o'zbeklar qidirishga harakat qilamiz. Qani o'zbeklar ketdi. Qani ko'ryapsanmi, hech qayerda o'zbek yo'qmi? Ana hamma o'zbekga o'xshab ketar ekan, lekin emas, o'zbek emas. Mana o'zbeklar. Assalomu alaykum, qalay? Uzr, are you Uzbek? Yes. Oh, you're Uzbek. Assalomu alaykum do'stim, qalaysiz? Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Amerikadamisiz yo O'zbekistondanmisiz? Amerikada tug'ilganman. Amerikada tug'ilgansiz. Yo-maya, O'zbekistondan hech borganmisiz? Yo'q, bormaganman. Bormagansiz. O, amerikanskiy, g'irt amerikanskiy, lekin zo'r. Ha, bu o'rtoq. Bu Moltoni jo'ram. Multon hech qisi. You just sit there.
gap bo'lishi mumkin emas. O'zbekiston bilan Amerikani nima haqida solishtirsak bo'ladi? Qanaqasi? Amerika zo'r o'zi. O'zbekistonda maktablari boshqacha, O'zbekistonda 1-sinfdan 5-sinfgacha o'qiganman, boshqacha. O'zbekistondagi kuchliroq, Amerikaniki bo'lmaydi. Amerikaniki bo'lmaydi. Hech maktabga olishib ko'rganmiz yoki sevishib ko'rganmiz qizlar bilan. Amerika maktabi haqida gapirib bering. Amerikaliklar bilan yo'q, Amerika maktabiga bormaganman. Ha, bormagan. Lekin Amerika tug'ilib o'sgansiz, lekin O'zbekistonga yashagansiz. Albatta. Yo'q, bormaganman. Ha, O'zbekiston bormagansiz? Yo'q, yo'q. Ha, lekin birinchidan 5-sinfgacha o'qib ko'rgansiz. O'qib ko'rganman. Voy, bella, qanaqasiga? Do'stim, siz gapirib bering uni. Men vaqt mashinasiga olganman. Ana shu binolardan qaysi birini olgansiz? Do'stim gapirib bering. Mana shu bino Mo'ltoni qochib turdi. Bashi dom beriki bo'ladi. 485 ta apartman bor. O'shani sotib oldik yaqinda. Va shunda siz hozir real estate anu bilan shug'ullanasizmi? Real estatemisiz? Real estate bilan shug'ullanasizmi? Nima bilan shug'ullanasiz? Albatta, ko'chmas mulk bilan. Ko'chmas mulk bilan. Voy, gapirishda ham cho'tki Amerikaga tug'ilib o'sgan bolani o'zbekcha gapirishi. Wow! Excellent work. Rahmat aka. Ya, aka. Yo, bo'ling. Ya, qo'lishlash ham boshqacha. Yana bitta. Voy, bilan mana shunaqa qo'yaman. Mana bo'ldi gap. Amerikada hozir terror ketyapti. Ba'zi loviyan ichida odam yashaydi degan, lekin bu soxta propaganda ma'lumotlar, ularga ishonmanglar. Amerikada nimadir bo'lsa menga yozinglar, men ha yo'q deyman, keyin ishonaverasiz. Odamlar bashi bo'yi o'zi. To'g'ri aytsam, agar yangilikda eshitgan bo'lsalaring, Hindistonlik traktor haydab, bo'ldi Amerikada katta muammo qilib, ko'plarni dokumentini tekshirayotgan bo'lib qoldi. Mashina qarindoshini deb, mashinalarni qarindoshini deb trak biznes yomon bo'lyapti. Did he talk shit about you, bro? I say good thing. Mana ko'ryapsizlar, TikTok olyapti. Ko'rib turganlaringizda do'stlar, mana ikkita yigit turibdi, qo'l ushlashib. O'zimizda ham bunaqa narsalar juda ko'payib ketyapti. O'shalar to'xtatishimiz kerak. Mana bittasi kelyapti. O'zimizda ham juda ko'payib ketgan, ularni to'xtatishimiz kerak. Ya'ni qanday? Urish kerak ular ko'chada ko'rtilang. They're recording us. Orqani qayerga qarang? Bro, it's a public What place. about like with phone? Yeah. What about I this? don't, it's just park policies. They tell us, get on the radio, they say no cameras. He said there's no cameras. It's not my rules, man. It's their rules. Alright, bro. Yeah, I'm just enforcing them rules, brother. Makes I don't sense. wanna Yeah, lose my right. job. Yeah, it's all good. We're gonna leave anyways. Now, look. Take me off camera, so I might get fined for saying this. Okay. Record You're off me. camera, bro. Me. Yeah. Alright, bet. Let's go. Bu gapiraveradi do'stlar, kamera mumkin emas. Hatto o'zi bizlarni planimiz ketish edi. Buni aytgani uchun ketmayapmiz. Planimiz edi o'zi ketish. Ana, yaqinlashib, peshonasiga yaqinlashib. Ko'rib turganlaringizda bu avvashib ko'rib turganlaringizda ana shu domga chiqamiz. Mana ko'rib turganlaringizda do'stlar, tepadan bo'ldi, yarimi ko'rinadi. Boya biz ham pastda turgandik, yaqinlashib. Chicago tepasi shunaqa ko'rinadi. Shuga keldik, qahva ichib, hozir ovqatlanib o'tirishga. Qashqadaryo, bro. Mana. Nyu-Yorkda buni kattasi bor, bilsalar, kattasi bor. Tagida odamlar rasmga tushadi. Hamma odam qiziqadigan narsasi bor, shu. Bizada buni kichkinasi bor, Chicagoda kichkinasi joylashgan, shu molni, mol. Buni qarindoshlari bor, molga sig'inadigan qarindoshi bor. Agar Instagramda ko'rgan bo'lsalaring, dumini ochadi, betini yuvadi. Mana shularni bir ikkita qarindoshi bor, shunday ish qiladi. Mutoni mana shunaqa qiladi shu. Astaghfirullah, bro. Astaghfirullah. Look, I just flipped the switch. Recording him? No, I'm recording you. I'm recording him. And Why are you. recording him? I'm recording you. Why are you recording him? Stop recording. Why are you recording? I'm recording you, bro. You're not recording me. I can record him, right? Oh, sorry. This guy been following me. Why are you recording her? I'm recording you, bro. Stop recording me, bro. Okay, that's fine. Okay, thank you. Okay, no problem. Yeah, because you Ko'rtirganlarga clicked. mana darsdan bizlarni chiqarib yuboryapti. Men odamlarga borib,
Men bu seni videoga olyapti deb hazillashib aytyapman. Odamlar g'alati bo'lib, jalba qilibdi menejeriga. Endi bu magazindan bizlarni chiqarib yuboryapti. Buni Multonni dastidan. Hozirgi buni gapini tushundilarmi yo'qmi bilmadim. Militsiyalarning oldiga borib, ism bilan nomeringni ayt bizaga dedi. Aytganda, "Malade zo'r o'g'ilcha" degan ma'noda hazil qilib aytdi bularga. Turqash! Oldingi qizlar hozir xola bo'lgan-ku aytgancha. Erga tegitga havas. Bittasi qoldi uylanmagan bilan qarri chol. Bitta men qoldim uylanmagan do'stlar. Mana Trump buildingning oldiga keldik, ko'rganlaringizda bizlarni prezidentning oldimizga keldik. Qarib Trump haqida nima fikr? Oh, bular haqida, Trump haqida nima fikr? What do you think about Trump nowadays? What do you think about Trump? I don't know. I don't want to talk about that. Talk about it? Okay. What do you guys think about Trump? Please don't comment. I don't want to be Oh, you don't want to be on camera? Yeah. Ah, damn, okay. Ko'rib turganlaringda ko'plar Trump. Trump haqida fikring. O'zbekni qana bilasiz? Men sizni bilaman, taniyman. Men taniysiz. Ha? Men kim? Qashqadaryolik. Ha, 70 Tramp ham juda aqlli inson. Ishoning, shunaqa aqlli, lekin hozir aqlliligi sababli uchun ham Juda aqlli qilib yuboryapti. Yo'q, juda aqlli qilib yuboryapti. To'g'ri, lekin Amerikaning yo'llarini tozalayapti. To'g'risini aytsam. To'g'ri. Sal buni xarakteri g'alatiroq, oyog'ini qaranglar turishdi. To'g'ri edi, yugayas. Mashinada tushishimizdan so'ng bitta bola qizni qo'ldi. Ham erkakka o'xshab qizlar bilan gaplashib yursan, qachon qo'liga uzuk taqasan? Men qizlar bilan birinchidan qizlar bilan gaplashmayman. Aha, Bitta qiz bilan gaplashaman. aha, Hozirgi momentda aha. Qachon uzuk taqasan? qachon uzuk taqaman? Hali emas. Erkaklar uzuk taqish kerak, do'stlar. Aka bo'lagan bo'lishi Ha. mumkin. Meni yoshim 23 ta. Sizniki 30 ta. Siz Ya. Biz mana Chikagoni bu tomondan sizlarga ko'rsatishga keldim. Qaranglar qanday manzara. Ko'ryapsizlarmi? Bu tomon toyg'ochoq mana. Bu yer suv. Do'stlar, nima deysan? $1000 hozir To'rbek polnosini yechgan, просто shortik bo'ladi. Qorga yotib, mana bu sika borda $1000 deyapti. Narx share qiladi. hozir, hozir. 500 $. Hell no. Qanaqasi yarim ming Yo, siz $1000 hozir. $500 hozir bo'lsa, $1000 suvga tushing. Do'stlar, bitta sizlarga haqiqatni aytib o'tib ketaman. Agar McDonald's yesalaring, bilyapsizlar, butun dunyoda hozir McDonald's ko'payib ketgan. McDonald's yeyishni to'xtatinglar. Sababi McDonald's kuniga 6,5 million burger sotadi bir kunda. Tasavvur qiling. Bu degani bir oyda, ya'ni 30 kunda ichida 195 millionta McDonald's sotiladi. Endi o'ylang, bir oyda 195 millionta go'shtni qayerdan olyapti? Bu degani McDonald'sda go'shti mol go'shti emas, sun'iy go'sht bo'ladi. U go'shtni yaratadi. Odamlar noldan yaratilgan go'sht bo'ladi. Odamning organizmiga zarar u narsa. Ya'ni McDonald'sda juda ko'p kompaniya shareholderlari Vanguard, BlackRock, State Street, JP Morgan, o'shanaqa eng katta kompaniyalar yegan ovqatingizda, ko'rayotgan televideniyangizda, media, radio hamma narsani boshqaradi. Eshitgan qo'shig'ingizda. O'shaning uchun yeyishingizda o'zgartiring. Qo'shiq eshitishingizda, kino ko'rishingizda propagandaga ishonmang. Просто sizlarga yordam. Yana bitta men navbatim endi Instagramga chiqib qolgan vlogerlarga ham ishonmaylar. Amerikaga oson, bunaqa Oson emas Amerikada yashash. Amerikaga yashaganlar biladi uni. U bu kelgani 1 oy 2 oy bo'lgan o'zbeklar kelib, Amerikaga bunaqa hayot, unaqa hayotga ishonmaylar. Bu omad kelib qolganlar bo'ladi. Bir ikkitasi, u hammasi ham emas lekin. Shunga ehtiyot bo'linglar. Hamma narsaga ishonavermaylar. Instagram, YouTube'ga ko'rsanglar, u hammasi yolg'on. Bir podkast olgandim, o'shanda aytgandim, butun prezidentlar, butun government odamlari qanaqadir orolga boradi degandim yoki odam go'sht yeydi, unaqa narsalar haqida gapirgandim podkastda.
Mana bugun o'sha narsalarning haqiqati sekin-sekin chiqyapti. Agar bu haqida ko'proq gapirib, ma'lumot bering demoqchi bo'lsalaring, kommentariyaga qoldirib, like bosib qo'ying. Bemalol bafurcha o'tirib tushuntirib beraman. Hozir o'qatyapman. Shunday qilib do'stlar, videoni yakunlaymiz. Sizlarga video yoqqan bo'lsa, har doimgidek like va obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Kamina Bek bo'ldi. Kamina Bek bo'lsin. Do it. Abu Bakr.